startapda qanday mezonlar eng muhim sanaladi o'zi? Qanaqa kriteriyalarga e'tibor berish kerak? Eng birinchi qadam qo'yganda startapga bu g'oya. Endi g'oyani qayerdan g'oyani olsa bo'ladi degan savol tug'iladi. Bizlarda bu savolni ochiqchasini aytsam, biz ko'p yil o'zimizga bu savol bermaganmiz, chunki hamma to'lib ketgan g'oyalarga, yurgan yo'lingizga xayolingizda g'oya. Lekin bu noto'g'ri yondashish. Chunki g'oyani eng asosiy ikkita qismi bo'ladi, ikkita kriteriyalar bo'ladi. Birinchisi bu muammo, ikkinchisi bu yechim. G'oya faqatgina muammoni yechimida asoslangan bo'lishi kerak. Значит, u orqasida mexanizmi ham bo'lishi kerak. Uni mexanizmi bor. Uni mexanizmi bor. Chet elda bu mexanizm problem curation degan narsa bor. Bu degani g'oyani ustida ishlash. G'oyani emas, muammoni ustida ishlash. Ko'pincha mana bizda ko'p yillar mobaynida bizda sharoitlar yaxshi emas edi. Biz bitta joyda muammo ko'rsak, ko'pincha o'zimizni u muammoga adaptatsiya qilish bilan oboramiz. Uni aylanib o'tardik. Yoki aylanib o'tamiz. Masalan, mahallada svetofor ishlamayapti, yuraveradi bizani odamlar. Ochiqchasini aytsam, yugurib o'tadi. Lekin o'sha muammoni yechishga bizani mentalitetimiz, sevgan mentalitetimiz bizga chetlov qo'yadi. Biz o'zimizni ichkarida limitimiz bor bu narsaga. Assalomu alaykum, Sanoat qurilishi banki qadrli muxlislari, qadrli tomoshabinlar, qadrli mijozlar hamda hamkorlar. Bugungi kunda mana katta trend bo'lib kelayotgan podkast mavzusi bizni ham chetlab o'tmadi. Shu munosabat bilan birinchi podkastimizni Timur aka Nurov bilan birgalikda Nigora Akilova buni taklif qilishga qaror qildik. Shunda yaxshi rahmat sizga. Allohov shunaqa yo'dimaganingiz uchun asosiysi. Bugungi mavzuyimiz nima haqida bo'ladi? Demak, bugungi mavzuyimiz startaplar. Ularni bizni hayotimizdagi hozirgi kundagi o'rni hamda startaplar qanday boshlanadi, o'zi nima, shu mavzu ustida gaplashmoqchimiz. Qisqacha Timur aka, sizda agar qo'shimchalar bo'lsa. Bugungi kunda o'zi trend qayerga ketyapti? Qisqacha shu to'g'risida gaplashamiz, nasib bo'lsa agar. Va startap o'zi nima uchun kerak, qanaqa uni izmereniya qilish mumkin, ya'ni o'lchash mumkin. Shu narsalar to'g'risida qisqacha gaplashamiz. So'z sizga. Birinchi savolimiz bo'lmasam, Nigoraxon, sizga startap degani o'zi aslida nima? Qanday loyihalar startap deb ataladi? O'zi shu mavzudan boshlaylik. Birinchi tomoshabinlarga ham shu narsa qiziq bo'lsa kerak. Savolingiz juda qiziq. Ko'p marta bu savolni eshitganman, ko'p marta javob ham berganman. Qiziq shundaki, har safar har xil javob berganman bu savolga. Vaqt o'tgan sari startaplarni tushunchasi ham o'zgarib ketyapti. Oldinlari biz startap deganda bu faqatgina o'sha studentlar qilgan kichkina bir texnologichniy mahsulot, garajda o'tirib qilishadi-da, ko'pincha xayolimizda startapni. Bu ko'pincha O'zbekistonda emas, qayerdadir ham Kaliforniyada bo'layotgan narsalar bizdan juda o'sha Silikonoviy dolinada uzoq, bizdan ancha endi bizga keyin yetib keladi, o'sha mahsulot bo'lib, unicorn bo'lgandan keyin bizga yetib keladi. Hozir endi hamma startapchi. Ko'chaga qarasangiz, bu juda ham yaxshi, chunki startaplar soni qancha ko'p bo'lsa, ularda ichidan chiqqan, biz gapirganda unicorn degan kompaniya bu dunyoni o'zini kapitalizatsiyasi $1 milliard dan oshgan kompaniyalar unicorn hisoblanadi. Endi hozir Uzum unicorn hisoblanadi O'zbekistonda, chunki uni kapitalizatsiyasi $1 milliard dan oshgan. O'zbekistonda faqat bitta. Qozog'istonda ham menimcha faqat Kaspi, boshqa unicornlar hali yo'q O'rta Osiyoda. Endi men o'zim hozirgi kundagi startap tushunchasi men uchun bu nafaqat texnologiya, u faqat boshqa g'oya bo'lishi mumkin. Lekin bu oldin qilinmagan, misli ko'rmagan, yangi dunyo bo'yicha hali hech kim qilmagan ishni, biznesni boshlayotgan tadbirkor, yoshiga qat'iy nazar, u hozir yosh ham, kattalar ham hamma ko'p startaplar hozir aynan 40 yoshdan oshgan asoschilarni startaplari
qanaqa yashash qobiliyati ko'proq ekan deb mana shunaqa tadqiqotlar o'tkazilgan. Chunki menimcha yoshlar ko'proq voz kechib yuborishi ham hech narsa Tez emasda qaytadi. tez qaytadi fikridan. Yoshi kattalar уже voy qachon yana boshlayman? Ushlab turib, oxirigacha yetkazish. Qachon yana boshlayman, qachon qilaman, qachon pul Bundan tashqari topaman o'zingizning deydida. o'qitam bor. Ha. 40 yoshga yetgancha nechta chig'iriqdan o'tib Da, pishadi. albatta. Mana shu. Startup shu mani fikrim bo'yicha mana shunaqa hech kim oldin qilmagan, yangi g'oya, hech kim bilmagan. Masalan, siz kofe chiqarishingiz mumkin. Bu o'sha texnologiyaga oid bo'lmasligi ham mumkin. Lekin qanaqadir ham allambalo boshqacha, hech kim ko'rmagan, hech kim qilmagan. Kofeni o'zi shunaqa oddiy bo'lsa ham, uni sotish usuli boshqacha bo'lishi mumkin-da. Bu ham startup. Odam mana shu mani fikrimcha shu hech kim qilmagan g'oyasi butunlay yangi biznesni startup desa bo'ladi. Startapda qanday mezonlar eng muhim sanaladi o'zi? Qanaqa kriteriyalarga e'tibor berish kerak? Eng birinchi qadam qo'yganda startapga bu g'oya. Endi g'oyani qayerdan g'oyani olsa bo'ladi degan savol tug'iladi. Bizlarda bu savolni ochiqchasini aytsam, biz ko'p yil o'zimizga bu savol bermaganmiz, chunki hamma to'lib ketgan g'oyalarga, yurgan yo'lingizga xayolingizda g'oya. Lekin bu noto'g'ri yondashish. Chunki g'oyani eng asosiy ikkita qismi bo'ladi, ikkita kriteriyalar bo'ladi. Birinchisi bu muammo, ikkinchisi bu yechim. G'oya faqatgina muammoni yechimida asoslangan bo'lishi kerak. Значит, u orqasida mexanizmi ham bo'lishi kerak. Uni mexanizmi bor. Chet elda bu mexanizm problem curation degan narsa bor. Bu degani g'oyani ustida ishlash. G'oyani emas, muammoni ustida ishlash. Ko'pincha mana bizda ko'p yillar mobaynida bizda sharoitlar yaxshi emas edi. Biz bitta joyda muammo ko'rsak, ko'pincha o'zimizni u muammoga adaptatsiya qilish bilan oboramiz. Uni aylanib o'tardik. Yoki aylanib o'tamiz. Masalan, mahallada svetofor ishlamayapti, yuraveradi bizani odamlar. Ochiqchasini aytsam, yugurib o'tadi. Lekin o'sha muammoni yechishga bizani mentalitetimiz, sevgan mentalitetimiz bizaniga chetlov qo'yadi. Biz o'zimizni ichkarida limitimiz bor bu narsaga. Boshqacha fikr ham bildirishadi. Ham yana misol uchun xuddi siz aytgandagi svetofor shu misolda aytdik. Bitta telefon qilib, shu maxsus o'sha tegishli tashkilotlarga o'shani aytsa, srazu kelib shu 1 soat ichida bartaraf qilinadi. Lekin telefon qilish qanaqadir bir aniq o'zini boshqacha his qiladi. Go'yoki telefon qilib kimgadir muammoni aytsa, u odam haqida fikri o'zgarib, bo'ldi, bu noto'g'ri degandek Yoshlikdan shunday o'qitilgan. Juda to'g'ri. Bizda sabrga juda ham, bizda sabr degan so'z juda qattiq kallamizga singib ketgan. Mumkin emas. Lekin muammoni bizdagi tashkilotlar ham misol uchun ko'pda baribir. Ular muammoni eshitsa, u o'zini minus tomonlari deydi-ku, shu tomonlarning ustida ishlashni boshlaydi. Lekin bizda shu narsani hali oxirigacha nima qilishmaydi. Abdulazizga injilikmiz. Biz o'zimiz psixologik o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Muammoni eshita olamizmi? Muammoni qanday qabul qila olamiz? Feedbackga chidash bor-da. Feedbackga chidash degan narsaga ko'p narsani bog'liqda bu. Albatta. Hamma chiday olmaydi. Mana bu ikkinchi o'sha startaplarni boshlashdan yoki bir muammoni yechishdan bizani chetlaydigan, bizani o'zimizni mentalitetimizga xos narsa, bu biza xato qilishdan juda qattiq qo'rqamiz. Bizda xato qilish qanaqa desam, biza qo'rqmaymiz, xato qilsam mani o'sha yonimdagilar qoralaydi yoki nima deydi? Jabrlanadi. Da. Lekin biza qo'rqamizki, biza o'zimizni birinchi navbatda urishib tashlaymiz-da xato qilsak. Himoya qilish, srazu ana funksiyasiga o'tib olsak kerak. Birinchi navbatda biz o'zimizni qanaqa desam qoralaymiz ichimizda, o'zimizga shunaqangi tuhmat qilib tashlab, o'zimizni yerga urib tashlaymiz, samootsanka tushib ketadi. Ikkinchi marta o'sha muammoni yechishga biz уже qadam qo'ymaymiz. Gipotezani o'shaning uchun boya aytgandek, gipotezani sinash bizada gipotezani sinash xato qilish bilan bog'liq narsa. Agar siz xato qilishni o'rgansangiz, o'sha xatoni o'zingizga kechirib, birinchidan, ikkinchidan uni normal tushunib, uchinchidan uni ustida ishlab, yana kelajakda o'shanaqangi xato qo'ymaslikka endi qanaqa konstruktiv qarash kerakda xatoga. Bu narsa bizda yo'q.
O'shaning uchun mana bu boyagi startapda qanday mezonlar eng muhim degani bu o'sha muammo bilan yechimni bog'liqligi. Bu ikkita jarayon ham bir-biridan bog'lash ham, muammoni topish ham, yechimlarni gipotezalarini yozib, o'zi fikrlab, gipotezalarni spiskasini tayyorlash ham bu katta mexanizm startaplarda ichida ekan. Endi startapni har birini boshlaganimizdan keyin startapni asosiy ko'rsatkichga olib chiqa oladigan bu jamoa. Albatta. Jamoa bo'lmaydigan bo'lsa agar yoki siz bilan birga shu qandaydir og'ir yukni tortadigan odam bo'lmaydigan bo'lsa agar bir startapni ishga tushirish qiyin. Lekin jamoani o'zini potensialini bugungi kunda hisoblab borish yoki qandaydir nazorat qilish, shaffofligini yuritish, endi ko'rib turishimiz kerak bo'lgani uchun qanday qilib ularni ko'rsak bo'ladi, qanday ishlayapti, to'g'ri yo'lga ketyapmizmi yoki noto'g'ri yo'lga ketyapmizmi, qanday potensialini aniqlasa bo'ladi ularni. Startaplardagi masalanda bankka ishga olayotgan odam bilan man startapga ishga olayotgan odamlarni butunlay anaqalari boshqacha bo'ladi. Fikrlashi, dunyoqarashi. Menga masalan startapga kelayotgan odam hech qachon ham nechidan nechigacha ish deb so'ragan odam men hech qachon ham startapga ishga olmayman. Chunki bu yerda 24 soat ish, xohlasang ham, xohlamasang ham. O'shaning uchun startapni jamoasi ochiqchasini aytsam, boyagi siz aytgandek shaffoflik bu narsalar kerak, to'g'ri. Lekin masalan o'zi avantyuristroq bo'ladi u odamlar. U odamlar shaffoflikni uncha yaxshi ko'rmaydi. Chunki mana bir xilda bo'ladi. Biz startapda qanaqadir bitta g'oya kelib qoladi. U katta pulni sarflash kerak. Uni qanaqa desam, mayli, xo'p, davay deb qilaveramizda, bir-birimizni kutib o'tirmaymiz. O'sha yerda sal shaffoflik nimaroq. Demak, universalizatsiya juda ham rivojlangan. Ya'ni qaysidir bitta kompetensiya bo'lmagan taqdirda ham davom ettirish mumkin degan tushunchami? Startapda 3 ta kompetensiya bo'lish kerak. 3 ta kompetensiya must have. Bu birinchisi o'sha startapni asosiy anaqasi, qanaqa desam, funksiyasi bu fundraising, pul topib kelish. Bu juda ham muhim. Yana bir xilda, balki undan ham oshiqroqdir mohiyati buni, bu texnologik tarafdan jamoa CTO deymiz biz, o'sha texnologik direktor bo'lish kerak. O'sha texnologiyaga javob berayotgan, boshidan oxirigacha javob berayotgan odam bo'lish kerak. Uchinchi men eng muhim deb hisoblaydigan, ayniqsa O'zbekistonda bu marketing sohasidan spetsialist bo'lish kerak o'sha yerda. Chunki bozorni yaxshi biladigan, produktni bozorga qanaqa birinchidan tatbiq qiladi, ikkinchidan u adaptatsiya qila biladigan, bozorni o'rganadigan, feedbackni o'rganadigan, shu narsalarga chidaydigan va butun komandaga o'sha bozordagi kelgan ma'lumotni texnicheskiy komandaga tushuntira biladigan bu eng qiyin joyi, bilasizmi? Chunki texnicheskiy komandalarda xayolida bir narsa bo'ladi, bozorda ishlayotgan, bozorga mahsulotni chiqarayotgan marketologi xayolida boshqa anaqalar bo'ladi. 3 ta funksiya: fundraising, texnologiya anaqasidan nuqtai nazardan kuchli bo'lish kerak, marketing nuqtai nazardan kuchli bo'lish kerak jamoa. Bu 3 kishi bo'ladimi yoki 2 kishi bo'ladimi? Bir xilda mana fundraising bilan marketolog bitta odam bo'ladi. Lekin bu 3 ta komponent albatta startapda bo'lish kerak. Endi shu 3 ta kompetensiya baribir o'sha proyektda qatnashganidan keyin uni qanday qilib baholasa bo'ladi endi? Baholash. Deylik, qanaqadir gipoteza keldi yoki grant ochildi, qanaqadir startap yaratish bo'yicha, shunga asosan komanda yig'ilyapti. O'sha komandani ishini to'g'ri yo'nalishga ketyaptimi o'zi? Bu gipoteza to'g'ri sinalyaptimi? Chunki o'zingiz aytganingizdek ko'p narsa test sinoviga bog'liqda. Har bitta narsamizni sinab ko'rishimiz kerak. O'zi to'g'ri yuramizmi yoki noto'g'ri yuramizmi? Uni qanday baholasa bo'ladi? Baholash. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, jamoani siz oldingiz shu jamoaga o'sha mutaxassisi, mutaxassis o'sha startapga to'g'ri fikr bildirib, to'g'ri yo'naltira olyaptimi yo'q, shunisi. Avvalo adaptatsiya, keyin jamoa bilan ishlay olyaptimi? Chunki bilsangiz, baribir u jamoaviy ishlash ham bu bitta katta muammolardan birida hozirgi. Chunki ko'pchilik yoshlarimiz yoshligida endi telefonda birga bir o'zi qolib qilgan qatqadir adaptatsiya bo'lib birga jamoaviy ish tashkil qilishda biroz qiyinchiliklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu tomonlar komanda igrok deymiz yoki korporatsiyani kulturaga tez ko'nikib ketish deymiz. Endi startapni mana qanaqa desam, har bitta etapida har xil kompetensiyalar muhim.
bir xil etapda, masalan, boshlang'ich etapda, конечно, fundraising. Bu pul topib kelish, investorlar bilan gaplashish, prezentatsiyalar qilish, investor tanlash, bu ham qanaqa muhim prosess. Chunki startapda biz smart money deymiz. Bu degani pul bergan odam yoki angel deyiladi. Bu birinchi startapga pul bergan investor angel deyiladi. Как farishta. Chunki u pul beradi-yu bo'ldi, esidan chiqib ketadi. Keyin 1 yilga siz bor yo'qligingiz. Yoki venturniy fondlar bilan gaplashish bu birinchi funksiya. U boshida o'sha muhim. Ikkinchi bu texnologiya. U MVP ni qilib o'sha sinab bo'lgandan keyin texnologiya o'sha komanda, IT komanda birinchi o'ringa chiqadi. Ularni qanaqa desam, IT komandani baholash juda qiyin. O'zlaringiz ham bilasizlar, chunki har bitta bank ham o'zini prilojeniyalari bor. IT komanda bilan boshida yaxshi boshlanadi-da, 6 oydan keyin katta mojarolar boshlanadi-da. Muammolar boshlanadi, chunki ular vaqtida ulgurmaydi, keyin qilib bo'lgan ish narsasi ishlamaydi yoki kichkina bitta funksiyani, bitta fishkani 5 oy, 6 oy, 8 oy, 10 oy qilishni boshlaydi, qilib bo'lgandan keyin o'xshamaydi. Bir kun kelib hammasini boshidan boshlash kerak deyishadi. 1,5 yildan beri qilgan narsani kelib frameworkka o'zgartiryapmiz deydi. Boshqa joyga qaqqadir ham совершенно boshqa frameworkka o'tish kerak. Shu narsa bir muhim bo'ladi. IT o'sha komandani, jamoani qanaqa yaxshi ishlashni baholashi. Bu juda qiyin. Bu IT komandani boshqarish juda qiyin, shuning uchun CTO kuchli bo'lish kerak. CTO sizga to'g'ri kelmayaptimi, aldayaptimi, vaqtida qilmayaptimi, prokrastinatsiya bo'ldimi, kasal, kechirasizlar, biz u narsaga kutib tura olmaymiz. Startap kutib tura olmaydi. Chunki butun jamoa unga ishongan, o'zini issiq ish joylarini tashlab kelgan. Marketologlar ham kutib turibdi qachon bozorga chiqarishni. Keyin o'sha marketing bo'limini, savdo bo'limini mohiyati kuchayadi. Undan keyin support. Chunki buni orqasida maintenance deymiz biz, o'shani qo'llab-quvvatlash otdellari, doim podдержка qilib turish otdellari. Har etapda har xil otdellarni, keyin bu narsalar tugagandan keyin yana fundraising birinchi o'ringa o'tadi, chunki yana biz raundga chiqamiz, investitsiyaga chiqamiz, investor keladi, pul beradi, masshtabирование qilish kerak, texnologiyani o'zgartirish kerak, yangi bozorga chiqish kerak. Bu уже qanaqadir ham doimiy ravishda bu spiralga o'xshagan nimada jarayon. Unga baho berish, oddiy bizneslarda qanday baho berilsa, bu yerda ham xuddi shunaqa baho beriladi. Effektivность, vaqtida qilish eng katta startaplar uchun kerakli skill deymiz biz, bu gibki bo'lish. Chunki hech qachon ham startap g'oyasi boshida qanday boshlangan bo'lsa, 3 yildan keyin butunlay boshqa joyda bo'ladi. Bu pivot deyiladi bizda. Pivot qilib o'zgartiraverasiz. Bugun masalan yoki maqsadli auditoriyangizni o'zgartirasiz, yoki mahsulotingizni o'zgartirasiz, yoki uni texnologiyasini o'zgartirasiz. Bir xilda butunlay boshqacha boshlangan loyiha 3-4 yildan keyin qarabsizki, butunlay boshqa tarafga o'zgarib ketdi. Tushunarli. Endi yuqorida funding bo'yicha ozgina gap ochdik. Endi hozirgi balki mana yangi startap qilmoqchi bo'lgan bir jamoalarga balki bo'ladi, 4 ta 5 ta odamdan boshlab. Hozirgi kunda mana O'zbekiston sharoitida pulni o'zi, mablag'larni shu startapga qayerdan topiladi o'zi? Bo'ladi. Mana siz o'zingizni misolingizda balki aytib berarsiz. Ko'p bo'ldida o'sha startaplarga aralashgan. Men arzon aptekada ishlaganman ko'p vaqt. Yoqqa biz investor jalb qilganmiz chet eldan. Birinchi hech kim bilmasdi venture nimaligini. O'shanda o'qib o'tirganman venture nima ekanini. Hozir hamma biladi venture investitsiya nimaligini. U 2018-yillari bo'layotgan narsa, 6-5 yil o'tib ketibdi o'shandan. Endi mana hozir уже O'zbekistonda bir nechta venture fondlar mavjud. Har xil startap garaj, startap laboratoriya, hamma regionlarda, hamma oblastlarda IT park ochildi, IT park filiallari bor. O'sha yerda borib o'rgansa bo'ladi. Birinchi navbatda hozir juda ko'p startaplarga berilyapti grant.
grantlar berilyapti. Prezident Tech Award bor. Prezident nomidan har yil o'tkazilayotgan konkurs. Unda ham yaxshi anaqalar beriladi, grantlar beriladi, investitsiyalar qilinadi. O'zbekistonda hozir bir nechta venture fondlar ham bor. Bu Aloqa Ventures fondi, keyin Sturgeon Capital, bu chet el fondlari, bir nechta venture fondlar bor hozir ochilayotgan. Bilaman, что sizlarni banklarda ham venture fond ochilmoqda. Вот. И startaplarni fundraising degani uni ham o'zini mexanizmi bor. U mexanizmdan qadamma-qadam kelsa startap asoschisi menimcha maqsadga erishadi. Lekin fundraising bu qanaqa desam, men o'zim bir necha marta xato qilgan joylar. Endi biza xato qilmagan joy qolmagan o'zi. Biza startap bu bitta splashnoy xato deyman men. Boshqa anaqasi yo'q uni. Masalan, biza ikkinchi marta investitsiya olganimizda buni bizning investorimiz ham tan oladi. Kam olib qo'yganmiz. Investor sizlarga ko'proq berishimiz kerak edi deyapti. Chunki biza masalan o'sha masofani marafon masofasini biza marafon yugurishimiz kerak 40 kilometr. Biza polo marafon yugurib qo'ydikda yarimgacha. Bu hozir uni ikkinchi qismini ham yugurib borish kerak-da. Bu startap chiste marafonda, marafon 40 kilometr yugurib bo'lganingizdan keyin shunda o'tirganingizda yana 40 kilometr yugurishingiz kerak. Xatolar bo'yicha biz mana 2-3 marta gapirdik. Bitta zo'r nima eshitib o'qib qoldim. Hozirda milliarder toifasidagi har bir inson o'zidan oldin mana shu milliarder bo'lgani uchun minglab xatolar qilgan degan bir jumla o'qib qolganimda. Demoqchimanki, bu xatolarni bu hammasi bizga qo'shimcha bilim beradi. Har bitta yo'nalishda bu xatodan qo'rqish kerak emas. Yana o'sha jumla esimga kelib qoldi-da, hozir shunga yana qo'shib. Men yaqinda o'yladim, meni tanishlarim ichida eng ko'p xato qilgan odamlar kim deb o'yladim-da. Zafar aka Hashimov, Jahongir aka Atiqxo'jayev. Eng boy odamlar, eng ko'p hayotida xato qilgan odamlarda. Chunki mana Yandexdan bir marta so'raganman konferensiyada, qanday qilib sizlar ular yangi loyihalarni ko'p zapus qiladi-ku. Masalan, 10 ta loyiha zapus qildinglar, nechtasi qanaqa uspешный, o'sha muvaffaqiyatli bo'lsa, sizlar uchun anaqa, yaxshi ko'rsatkich desam, menga juda yaxshi narsani aytdi. Bizga qancha kam muvaffaqiyatli bo'lsa, shuncha ko'rsatkich yaxshi degani. Nimaga desam, aytayaptiki, demak biz sinab ko'rmaganmiz ko'p. Agar 10 tadan 9 tasi to'g'ri chiqqan bo'lsa, juda ham yomon ko'rsatkich. Yandex uchun. Yetarli sinalmagan. Agar menga 100 tadan 9 tasi chiqsa, bu juda ham yaxshi ko'rsatkich degan. Demak, 91 ta boshqa gipotezalarni ham men уже sinab ko'rganman deyapti. Testdan o'tganligidan dalolat berar ekanda u narsa. O'z aytganingizdek, har bir startapda muvaffaqiyatlar bor, krizisli holatlar bor. Muvaffaqiyatni endi bilamiz qanaqa nishonlash kerak ekanligini. Lekin krizisli situatsiyada, ya'ni holatlarda qanday qilib chiqib ketish mumkin? Qanaqa yo'llari bor krizisli holatlardan chiqib ketishni? Startap deganimda. Startapda endi men uni tarjima qila olmadim o'zbekchaga. Dolina смерти degan narsa bor. O'lim vodiysi. Endi o'shanga o'xshaganda endi o'zbekcha uncha chiroyli chiqmaydi, lekin Dolina смерти bu o'sha anaqada Texasda, o'sha Amerikada qayerdadir ham Dolina смерти degan nima joy? Shunday bir joy bor-da. Kinolarda ham ko'p ko'rsatadi. Kinolarda ham ko'p ko'rsatadi. Startapda shunaqa, agar startapni boshida o'sha narsaga, o'sha Dolina смертиdan o'tishga qobiliyati bo'lmasa, Dolina смерти degani bu bitta endi 1000 tadan paydo bo'lgan bitta katta xato bo'ladi-da o'sha yerda. O'sha narsadan o'tish kerak. Krizislardan o'tish, mana aytganingizdek, agar bir investitsiya kelib qolsa yoki yaxshi bir produkt chiqsa yoki klientlardan rahmat eshitsangiz, shunaqa xursand bo'lasiz, hammaga aytasiz-da. Lekin muammo krizis yoki bir o'xshamay qolsa, buni hech kim bilan ulasha olmaysiz, bilasizmi? Odam o'sha startap asoschisi yoki kichkina jamoa birma-bir qoladi o'sha muammo bilan. Qanaqadir ham uni yengib o'tish kerak. Lekin vaqt o'tgan sari
siz immunitet paydo bo'ladi. Albatta. Immunitet paydo bo'ladi. И o'sha failda siz masalan bir narsa o'xshamadimi, siz unga gipotezadek qaraysiz-da. Mana shu narsa startapda juda ham yaxshi. Bu sizga man ahmoqlik qildim, mani miyam bilimim yetishmadi, man unaqangi, man bunaqangi, man neudachnik demaysiz hech qachon ham. Siz aytasiz, bozor tayyor emas yoki mana shu yerda biz xato qildik. Bu xatoga normal qarashga o'rganganingizdan keyin bu narsalardan osonlikcha emas, osonroq o'tish mumkin shu krizisdan. Bartanada his qilib ko'rish kerak Da, bu narsalarni. Da. Endi startap degan paytda ko'p narsani tushunishimiz mumkin, lekin o'zi startap ham baribir trendlarga qarasa kerak bugungi kunda. O'sha baribir taklifga nisbatan masalan talab ko'payib ketib qoladigan bo'lsa agar, o'shanga qarab turib yurish boshlanadi deyman. Yoki umuman talabga nisbatan taklif ko'payib ketib qolsa agar, teskarisi bo'ladi deylik. O'shanga asosan qanaqa trendlar bor o'zi bugungi kunda, o'zi qanaqa innovatsion trendlar chiqib kelyapti, shular to'g'risida ham gapirib bersangiz. Sizni savolingizda sun'iy intellekt degan so'z bo'lishi kerak edi, lekin mayli menga aytishga возможность berdingiz. balki sohalar bo'yicha. Qaysi bir soha balki bizda o'sha именно startaplarni zo'r rivojlantirayotgan sohalar balki. Men o'zim mana oxirida endi o'zim uncha anaqa qilmayman, o'g'lim nimada yashaydi, chet elda, Amerikada yashaydi, katta kompaniyada ishlaydi va startapi ham bor, o'zining startapi. Menga har kun yozadi, "Mama, qarang, men bular Y Combinator degan anaqa bor, akselerator. Bu Nobelovskaya premiyada anaqalarda startaplarda. Y Combinator spiskasini ko'rsangiz, 50 ta startapdan 45 tasi sun'iy intellekt asosida qilingan startaplar. 5 tasi deep techlar, qanaqadir ham endi dronlar bilan bog'liqda. Bu hozirgi qanaqa desam, hozirgi zamon talab. Masalan, dronlar, voyenniy dronlar bu juda ham hozir katta anaqa bo'lyapti. Talab bo'lyapti. O'shaning uchun unaqangi startaplarga hozir hamma pul tikisi keladi. Lekin mana sun'iy intellekt mana bizga bir vaqtda qachondir ham men bu elektr nima kirib kelganda tarmoq hayotimizga, to'g'rimi? Hozir bu oddiy hol, hamma ishlatadi. Keyin internet xuddi shunaqangi hamma sohaga internet, digital kirib keldi. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa. Bu trend emas, bu hayotimizga kirib kelayotgan narsa. Chunki masalan bizani o'zimiz mana Beautify startapimiz ichida hozir sun'iy intellektni bir nechta joyga tatbiq qilyapmiz. Masalan bizada masterlar o'zini fotografiyalarini, ishlarini qo'yib, pastida opisaniyasini yozishadi. Biza faqat ular bilan doim opisaniyani ko'proq yozing, o'shanda SEO ga yaxshi chiqasiz, poiskoviklarda chiqasizlar, opisaniyani ko'proq yozinglar deb iltimos qilardik. Hozir charchab ketdik-da, yoqqa o'sha ChatGPT ga ссылка qo'yib qo'ymoqchimiz yoki botga prompt bergan, o'zi yozib beradi, nechta so'z kerak bo'lsa, yoqqa sun'iy intellekt qo'ymoqchimiz yoki mana bu feed bor bizada, qarayotganingizda sizni qaysi nimani algoritm o'zi tanlab ko'rsatib beradi. Yoshiga, nimasiga, interesiga qarab. O'shaning uchun sun'iy intellekt har bitta sohada hozir agar kim men startap boshlayman desa, hech qanaqangi B2C startap, SaaS startaplar, oldin o'shalar hammasi nima edi, qanaqa desam, pul keltiradigan edi-da ular. Yuqori darajada bo'lgan. Yuqori darajada, investorlar ham yaxshi ko'rardi. Hozir unaqa emas. Hozir neyrosetka, sun'iy intellekt, mana shu narsalarni ustida ishlagan startaplar yutyapti. Hozirgi kunda mana biz ham aytyapmiz, qaysi sohalarda startaplar yaxshi rivojlanadi. Lekin shunaqa sohalar borki, katta raqobatchilar bor u sohalarda. Bu startaplar u katta raqobatchilar bilan qanaqa qilib konkurensiya qiladi, qanaqa qilib raqobatlasha oladi. Biz masalan yaqinda O'zbekistonda ko'rdik, katta raqobatchi kichkina raqobatchini sotib olganini ko'rdinglar. Faqat oldin kitoblarda o'qirdik. Bu endi ular hozir bu servisni nima qiladi bilmaymiz, потому что pay to kill degan narsa bor, sotib olib o'ldiradigan konkurentini. Lekin pay to kill bu startaplar emas, bu boshqa korporatsiyalar ham shu ishni qiladi. Lekin masalan katta naqalar bilan konkurensiya qilishda, raqobat qilishda
O'zbekistonda biza endi ko'p yil qanaqa o'zimiz yo'limiz bilan keldik, yurdikda. O'shaning uchun bizada odamlarni mana consumer behavior deydi. Bu odamni qanaqa iste'molchi xulq-atvori deb tarjima qilingan, lekin menimcha bu uncha to'g'ri emas. O'sha потребительское поведение boshqacha. Biz masalan Qozog'istonga solishtirganda ham butunlay boshqacha bizani iste'molchilarni o'zini harakatlarini o'zini tutish. O'shaning uchun O'zbekistondagi startaplar masalan o'sha arzon aptekada O'zbekistonda yaratilgan, boshqa dunyoda boshqa joyda ishlamaydi. Lekin katta konkurentlar ham kirmaydi-da, chunki ularda bunaqa produkt yo'q. To'g'ri. O'zbekistonda 40 million aholi, bu yomon emas. Yetarli emas, lekin yomon emas startaplar uchun. O'sha konkurensiya qilganda bizani startaplarimiz, bizani IT kompaniyalar, bizani produktlar ko'proq shu o'zimizni потребительlarga moslashgan. Lekin agar siz yoningizga katta bitta o'sha raqobatchi kirdimi, bir xilda bu boshqa iloji yo'q, yopilib ketadi. Yoki unga plugin bo'lib kirish mumkin. Plugin degani siz o'zingizni o'sha auditoriyangiz bilan yoki o'zingizni qanaqadir fishkangiz bilan ularning mahsulotini hech kimda anaqa borib kirasiz, как ссылка bo'lib kirasiz. Demak, o'sha har bir yo'nalishchi o'zini maqsadli auditoriyasi bo'ladi. O'sha unikalniy produkt chiqarib bersa, o'sha auditoriyaga baribir o'zini жизненный sikl, o'zini hayotiy nimasi bo'ladi. O'sha katta konkurentingizni o'sha bilan qiziqtirasizda, ular bilan slivatsiya qilishdan boshqa iloji yo'q. Kollaboratsiya. Sizni ham savollar bilan qiynaverganimiz uchun uzr so'raymiz. Baribir startaplar bugungi kunda hozir bugungi kunda chiqib kelayotgan masalan student deymizmi yoki abituriyent deymizmi, qiziqayotganlar borlar, startapni qanday qilish kerak? Hamma o'zini biznesini egasi bo'lish kerak. O'zini biznesini qurishga harakat qilyapti, prezidentimiz ham shunga qarab turib o'zi yo'l ochib beryaptilar. Har bitta odam o'z biznesmen bo'lsa, qo'shimcha ish o'rin yaratadi. Lekin har bir startapni boshlashda ham o'zi nimasi bor-da, o'zi g'oya muhimmi yoki jamoa muhimmi? Mana bitta biznesni boshlayotgan paytida, masalan, mani g'oyam bor degan paytida g'oya bilan ketsa bo'ladimi yoki jamoa ham muhimmi? Qarang, g'oya juda ham muhim. G'oya albatta startap g'oya atrofida rivojlanadi. Lekin oxirgi trendlarda jamoaga qarab investorlar pul berishyapti. Chunki bu jamoa mana shu g'oyasi o'xshamasa ham pivot qilib boshqa g'oyalarni tez tekshirishga qobiliyati bor. Qodir. Qodir qila oladi. Bu jamoa shunaqangi bir unikal jamoa bo'lganki, energiyasi ham bor, kuchi ham bor, bilimi ham bor, bir-biriga ishonchi ham bor. Qanaqadir qilaman deb turibdi-da, ishlayman deb turgan jamoa bo'lsa, yaxshi, backgroundlari yaxshi, oldin ham qatnashishgan, bir nechta startapni o'ldirgan, bu juda katta показатель. Demak, bu jamoa boshqa g'oyani ham qila oladi. Lekin bir xilda g'oya juda ham zo'r bo'ladi. Gap yo'q g'oyaga. Mana ko'pincha men ko'rganman shunaqangi g'oyalarni, bilasizmi? Ko'pincha kulibin deymiz-ku biza. Takoy naqala bo'ladi. Bitta patent olgan, qog'ozchalarini ko'tarib yurishadi-da. Shu qanaqadir institutlarda ishlaydigan odamlar men ko'rganman-da, bular действительно kuchli, yangi kashfiyot. Lekin uni olib katta startap qilish bilan orasida endi naqada g'or. Ochiqchasini aytsam. Da, osmon bilan yercha. O'shaning uchun agar jamoa bo'lsa, lekin g'oyasi uncha kuchli emas, unga men masalan o'zim investorlar ham hozir ko'proq pul berishadi. Mana bu g'oyasi bor, juda zo'r ko'p yil ishlangan, lekin kelajakda qayerga borishini bilmaydigan, mana shunaqa masshtabni o'ylamaydigan o'sha g'oya egasi ga uncha berilmaydi. Ko'pincha investorlar bu g'oyani sotib olib, bu komandaga beradi, bu komanda tortib ketadi. Endi mana hozir bizda komanda bilan birga ishlashda, hozir O'zbekistonda ham agile metodologiya, Scrum metodologiya ko'p rivojlanib bormoqda.
Lekin startapni o'zini baribir bitta lideri bo'ladi. Yo asoschisi yoki asoschi tomonidan qo'yilgan bitta lider. Ushbu liderga qanaqa xususiyatlar bo'lishi kerak? O'zi u jamoani, mana jamoa muhim deyapmiz, lekin jamoani ham baribir boshqarish ham kerak-da. Albatta. Jamoani boshqarishda balki qattiqqo'llik bilan boshqarishmi, balki yaxshi gapiribman. O'zi qanaqa bo'lishi kerak o'zi lider xususiyatlari? Boya agile deganingizda biza Akmal Payziyev bilasizlar, Express My Taxi'ni anaqalari. Biza bir marta Akmal bilan birga qayerdadir uchrashib qolgan, men arzon aptekada ishlardim. O'shanda menga so'radi, sizlarda какое водопадное каскадирование или Waterfallmi yo? да, или agile deb so'raganda, manda у нас agile desam, значит бардак deb. Akmal, значит bardaq deb. Shaqang kulganda o'shanda, lekin gapida jon bor. Endi startapda asoschisi qanday bo'lishini hozir endi bu narsani hamma tadqiqot qilyapti, ochiqchasini aytsam, chunki o'sha unicorn bo'lgan loyihalarda. Chunki investorlar mana bu yoshlarda yangi chiqqan startaplarga pul berishda o'sha qanday xususiyatlarga ega bo'lish kerak deb, chunki risk juda katta venturda, juda katta. O'shaning uchun siz bu startapni g'oyasi, hamma narsasini tekshirib, tractionlarini tekshirib, hamma narsasini tekshirib olasizda, lekin o'sha startapni asoschisi, kechirasiz, Homst emgan da bitta joyda kelajakda qanaqadir ham bo'shashib qolsa yoki o'sha qadriyatlari to'g'ri kelmasa yoki qanaqa desam, bu komandaga sodiq bo'lmasa yoki o'sha komandadagi o'zini jamoa a'zolariga keraklilarini ushlab qolish qobiliyati bo'lmasa yoki masalan investorlar bergan pulga xiyonat qilsa, tushunyapsiz, uni juda ko'p ko'rsatkichlari bor. O'shaning uchun startaplardan 10 tasidan bittasi yashab ketadi-da. Qisqa qilib aytganda, qayerdadir boss bo'larkan, qayerdadir lider bo'larkan-da, demak. Ha, to'g'ri. Gibki bo'lish kerak baribir. Gibki bo'lish kerak. Keyin masalan men yaqinda bitta narsani ko'rdim. Ko'pincha mana strukturani chizib beringlar, org strukturani deganda ko'p sheflar boshlaydi. Bu mani отдел boshliqlarim, bu ishchilarim, bu sotuvchilarim, men bu klientlar deydi. Hozir bilasizlarmi nima qilinyapti? Shu piramida. Pastdan chiqyapti. Piramida ag'darilishi kerak. Piramida ag'dariladi-da, klientlar eng tepada bo'ladi. Men bu klient bilan ishlaydigan pog'ona 2-o'rinda, tepadan pastga. Direktorlar, отдел boshliqlari 3-o'rinda. O'zingiz eng pastda turib, o'sha piramidani ushlab turadigan bu asoschi. Ana shu katta piramidani 2000 ta, 10 mingta, 1 millionta sizni subscriber IT sohada, startapda klientlarni sonini oshirish bu qanaqa desam, blitz masshtabирование deymiz biz. Bugun 1000 ta bo'lishi mumkin. 1 yildan keyin 1 millionta bo'lishi mumkin-da. U texnologiyani kimgadir ham sotish narsa emas. U zavodda chiqarayotgan narsa emas. Просто serveringizni ko'paytirasiz bizda aktivniy mijozlar deymiz-ku. Shunaqa shu neaktivniy частingizni ko'paytirasiz-da, bu sizga serverda ham joyingizni egallaydi, и operatsionniy har xil ishlaringizda ham muammolarda ular. Bu hammasi mana shu unga yarasha siz odam olasiz, unga yarasha siz отделlaringizni ko'paytirasiz, unga yarasha marketingni ko'paytirasiz. Bu hamma narsa mana bunaqangi piramida, ag'darilgan piramida bo'lib siz bo'yin yelkangizga tushadi. O'shaning uchun kuchli bo'lish kerak. Umurtqa kuchli bo'lish kerak. Bakachimlik. Yuqorida ta'kidlab ketdingiz-da, bir nechta startaplarni sindirgan bo'lish kerak deb. Lekin startaplarda muvaffaqiyatlar qanaqa o'lchanadi o'zi? Demak, qanday qilib shu muvaffaqiyatga erishdik degan nimani bilish uchun qaysi holatda bilamiz shuni startapni muvaffaqiyatlik o'lchovini? Ana kecha spiska chiqqan eng boy odamlar, dunyoning eng boy odamlari 10 tasidan 9 tasi o'sha IT startaplarning asoschilari. Qachonki o'sha 10 ta spiskaga tushsangiz. Chunki bilasizmi nima qanaqa? Masalan, bitta biznesda siz O'zbekistonni egalladingiz. 90%
bozorda egalladingizda. Как Nestle? Рынок это мы deyishadi. 70% agar o'sha mahsulot 70% bo'lmasa, Nestle'da muvaffaqiyat hisoblanmaydi. Startapda unaqa emas. Mana Uber kompaniyasi ham hozir ham minusda-da, finansiy. Haligacha Spotify minusda yuradi. Mana shunaqangi Man degan katta kompaniyalar minusda yuradi-da. Ularni muvaffaqiyatli deyish mumkinmi? Конечно, albatta, chunki ular birjada aylanadi, ularning anaqalari. IPO'da ko'proq Ha, anaqasi, kotirovkalarida. Uni hisoblaganda ham ular babram minusda yuradi-da hozir. Bir xil kompaniyalar bor, puli juda ham ko'p. Fintechlar. Hech kim bilmaydi uni, lekin juda katta anaqada revenuesi juda katta. Yoki ularmi, hech kim bilmaydi, IPOga chiqmagan, lekin revenuesi juda zo'r fintech. Yoki masalan bir xil kompaniyalar bor, mana Amazon kompaniyadagi, men o'g'lim Amazonda ishlaydi. Почти что там necha mingta millionga yaqin ishchisi bor-da. Airbnb'da 56 tami ishchisi bor. Lekin hamma joyga kirib keldi. Airbnb. Tasavvur, da. O'shaning uchun bu yerda muvaffaqiyat и masalan kompaniya juda katta kompaniya bo'lishi mumkin. Dunyoning 100 ta mamlakatida ishlaydi. 1 yil ichida yo'q-da kompaniya. Yo'q. Просто texnologiyani o'ldirib tashladi. Mana shu texnologiyani o'rniga boshqa narsa keldi. И до свидания. O'shaning uchun bu yerda muvaffaqiyat, endi menimcha bu yerda muvaffaqiyat u o'sha asoschini o'zini his qilishi. Bir xilda bo'ladi, bitta отзыв ko'rsangiz, shunaqangi xursand bo'lib ketasiz. Rahmat degan. Bir xilda million investitsiya keladi, lekin bu bilasanki, senga muammodan tashqari hech narsa olib kelmaydi bu investitsiya. O'shaning uchun har bir momentda Mana qanamda his qilgan narsalarimni aytib beryaptilar. Men bu startap qilmaganman, bankda mobil qilamiz. Lekin o'shanda ham siz aytganingizdek отзыв kelsa agar ancha xursand bo'ladi. Odam yaxshi отзыв keladigan bo'lsa shundan. Shu joyda подписаться hamda nima kommentariy yozinglar ish kerak bo'ladi. Bu anaqa bo'ladi. Hamma YouTube'dagi bizaniki birinchimiz bu bilmaymiz va shunaqa narsa. Obuna bo'lishni unutmang. Hamda kommentariy qoldiring. To'g'ri. Yaxshi joyda sразу yetib bo'lgan. do'stlar bilan ulashing, shunaqa. Do'stlaringiz bilan ulashing, bunaqasi ham. Endi biz birinchisi bo'lganligi hali oxirigacha unaqa bilmaymiz. Sekin-sekin Albatta ko'rmaysizlar endi. Kommentariyalaringizni kutamiz albatta. Endi sizni juda ham bir qiynab, nima savollar bilan nima qilib tashlayotgan bo'lmasak, o'zi umuman bizni hozir endi startap haqida gapirsangiz, ishlarim to'lib ketgan. Ichim to'la dardsiz. Endi muvaffaqiyat haqida gapirdik hozir. Endi asosiy babi muvaffaqiyat, men endi tushunishim bo'yicha oldinga qo'yilgan maqsad yoki strategiyada belgilangan ko'rsatkichlarga erishish. U strategiyada balki daromad bo'lmasligi mumkin, balki foyda bo'lmasligi mumkin, lekin bozorda qanaqadir ulushini egallash bo'lishi mumkin. Demak, shular nazarda tutiladi, endi men tushunishim bo'yicha. Endi xuddi shunaqaga o'xshab asos startaplar yoki startap asoschilarini ko'p qiladigan xatolari haqida ham bir gaplashsak, yoki o'sha ko'p qiladigan xatolaridan biri o'sha xatolarni qanaqa qilib qaytarmaslik yoki aylanib o'tishmi yoki o'shani преодолевать deydi ruschasiga, qanaqa qilib yengib o'tish mumkin shu xato yoki muammolarni. Startapda xato ko'p bo'ladi, lekin bir xil xatolar убийственный deymiz, startapni o'ldiradigan, bir xillari immunitet yaratadigan xatolar. Albatta, endi startapda ko'pincha mana startapchilarni boshidagi xatolari bu ularning tajribalari yo'qligi. Ko'pincha yosh studentlar ular mana Zuckerberglar haqida eshitib olib, institutni tashlagan, shunaqangi katta narsaga erishgan. Men aytdim, u Stanfordda tashlagan. Asan kechirasiz, Jizzax politexnikani tashlamoqchisan. Birinchi Stanfordga kirgan. Katta-ku. Birinchi Stanfordga kirgan, keyin tashlagan, правильно? Deymanda ko'pincha startaplar ko'p asoschilarga birinchi navbatda ular boshqa startaplarda ishlab ko'rish kerak. Tekinga tajriba, keyin tekinga o'zini mablag'ini riskovat qilmaydi. Birovni puliga sinab ko'rish osonda, babram, og'riqli emas uncha. Tajriba yo'qligi ko'pincha. Startapni уже boshlagandan keyin bizanikilar
ko'pincha boshida masalan o'zini amakisidan $20,000 oldi. Aldab suldab bir nima qilib, ishontirib, ularga srazu 60-70% ulushni berib yuborishadi. Bu noto'g'ri. Chunki men bu venturni angel investorga unaqangi katta anaqani berish kerak bo'lsa, cap table degan narsa bor. Bu o'sha sizni startapingizni ichidagi ulushlar. Uni startapni boshlayotgan, endi unga $20,000 kerak, u jonini berishga согласныйda u vaqtda. Lekin kelajakni o'ylagan startap unaqangi qilmaydi. Boshidan mana shu narsani yuristlar bilan yoki IT parkda doim mutaxassislar bor yoki tajribali startapchilar bilan gaplashib, shu narsani gaplashib olish kerak. Shu boshidagi shu investitsiyani ulushlari katta xato ketadi birinchi. Ikkinchi o'sha g'oyani sustligi. G'oyani sustligi, men juda ko'p jurida o'tiraman. O'sha pitch qilganda startaplar katta muammo ularda ular marketingga hech qanaqangi anaqa rasxod atamaydi. Ana siz bilasiz. Urg'u bermaydi. Urg'u bermaydi. Ular o'ylashadiki, men mana shu narsani qilsam, bozor o'zidan o'zi yaxshi ko'rib ishlatib yuboradi bu narsani. Hamma bir-biriga anaqa haqida gapirib, sarafanni radioda tarqaladi deb o'ylashadi. Hech qachon u bo'lmaydi. Men aytaman, agar sizni startapingiz bitta klikka $100 beradigan startap bo'lsa, ham baribir reklamaga pul kerak. Baribir reklamaga pul kerak. Chunki masalan, допустим, какой-то благотворительный, siz bitta klikka $100 beryapsiz, odamlar bir-biri bilan ulashmaydi u narsani hech qachon ham. To'g'rimi? O'zi qiladi uni. Nimaga men birovga berishim kerak deydi bu narsani, to'g'rimi? Родной aka-ukalariga odam bergan. o'zini topish kerak hozir. Albatta. O'shaning uchun даже если startap $100 beradigan startap bo'lsa ham, sarafanni radio ishlamaydi. Sarafanni radio вообще hech qachon ishlamaydi. Sarafanni radio o'zimiz uchun ishlaydi. Birovlar uchun emas. O'shaning uchun bu narsaga marketingga e'tibor yo'q. Bozorda qanday sotiladi? Bitta klientni narxi nech pul? Customer acquisition cost degan narsa bor. Bu degani bitta klientni narxi san uchun nech pul bilmaydi. Tasavvur ham qilmaydi. Qayerdan keladi bu klientlar? Hozir mock продажа degan narsa bor. Siz o'zi даже produktingiz yo'q, lekin sotuvni boshlaysiz. Masalan, $500 tashladingiz Instagramga, 10 ta klient keldi. Demak, siz klientingizni narxi normalniy $50 dan tushyapti-da. Поэтому hozir bu narsalarni, mana shuni даже shu narsalarni oddiy tekshirishga ham startaplar qanaqadan bilmay yetishmaydi, chunki ko'plari yosh, g'oyasi genialniy tuyuladi yoki ko'pincha bilasizmi O'zbekistonda qanaqa g'oya? Men buni chetda ko'rdim, lekin o'zimizda yo'q. Eng oson, eng anaqa, u tez deb o'ylaydigan yo'l hozir. U chetda ham kinoda ko'rgan yoki tam qanaqadir amalaqada. Bu ishlamaydi, chunki sen uni qilguningcha u chetdagi produkt yetib keladi mana shu yerga. Ko'pincha shu g'oyani sustligi. Keyin juda katta muammo bizda emas, hamma joyda bu narsa muammo, bir-biri bilan kelishmovchilik. O'rtada g'oya egalari. G'oya egasi yoki investor o'sha jamoa, masalan, texnologiyani boshqarayotgan odam, bitta narsa bor, texnologicheskiy qarz deydi. O'sha texnologiya bo'yicha qarz, texnicheskiy qarz deyiladi, ruscha texnicheskiy dolg. Bu degani, u sizga razrabotkani qarziga qiladi. U kelajakda mana shu o'zini ulushini sotib yoki qanaqadir ham o'sha foydaga kirgandan keyin o'sha o'zini foydadan foiziga рассчитывать qilib tekinga ko'p narsa qilishadi. Keyin qanaqadir ham bilasizmi, ko'pincha o'sha texnicheskiy direktorlar qancha ish kerakligini tasavvur qilmaydi. Bir haftada qilib tashlayman mana shu приложениyani deydi-da, 2 yilga ham qila olmaydi-da shu narsani. Chunki u mana bunaqa o'zi qila olmagan narsani boshqalarni chaqirib qildirish kerak. Ularga pul bera olmaydi, chunki bu startapda pul yo'q. Bu startap bu tekinga boshida qilinayotgan narsa. U texnicheskiy direktor boshqalarning oldida qarz bo'lib ketyapti-da, UX dizaynerning oldida qarz bo'ladi, Flutter razработчик. Mana shunaqangi ketaveradi-da, mana moliyani boshqara olmay qolishadi. O'rtada janjal boshlanadi. Xatolar ko'p. Xatolar soni ko'p.
Manimcha judayam bir qiziqarli suhbat bo'ldi. Sizni Yoqqan bo'lsa vaqtingizni yaxshi, olganimiz uchun xursandman. rahmat, vaqtingizga rozi bo'ling. Ya, rahmatga rozi bo'ling. Albatta. Bizani ham Rahmat. o'ylashimcha obunachilarimizga bu qiziq bo'ladi. Bundan keyingi podkastlarimizda ham yana qachon degan balki kommentariyada shunaqa savollar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi birinchisini ruxsat bersanglar, shu Uzr. joyda eng qiziq joylaridan birida yakunlasak, keyingi Mayli. hamda yana bitta iltimos, yana o'sha kommentariyaga boryapmiz. Keyingi mavzu nima bo'lishi haqida yozinglar, balki biz o'sha mavzuni sizlarga ko'proq yoritishga harakat qilamiz. Va bu birinchi marta bo'layotganligi uchun qandaydir xatolik bo'lgan bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Qaysidir terminologiyalar tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa agar uni ham yozib ketinglar. Albatta o'sha narsa bo'yicha tushuncha berib ketamiz. Nima terminologiyaga tushunmagan bo'lsalar sizlarga. Ha, boshqa tillar aralashib ketganiga ham uzr. Ruscha, inglizcha hamma tillar aralashib ketadi, lekin startap sohasida shunaqa. Biz ko'pincha inglizcha, o'zaro ham hamma terminlar inglizcha. Sizlarning startapingizga muvaffaqiyat. Rahmat. Bu yoq startap. Yo'q, startap. Rahmat.